Hammaga assalomu alaykum. Chimadan Light'da yana yengili Q-boxlarimiz 6 xil rangda keldi. Kelinglar sizlarga afzalliklarini ko'rsatib beraman. Ruchkalar tortiladi bemalol, bolanglarni o'tkazasizlar va albatta ma'minisi originalda shunisi bo'ladi. Zashitniki deydi. Bemalol o'tkazib, tortib yursanglar bo'ladi. Ichlari juda qulay. Kompyuter ham solsangiz bo'ladi, kiyimlarini ham solsangiz bo'ladi. Bitta yosh bolaning narsasi bemalol sig'adi. Joyiga samolyotda o'tirishdan oldin mana qizil knopkasini bossib tushadi pastga. Bo'ldi. Chimadan qilib olib kirib keturasizlar ruchnoy qilib. Yozuvlarga ahamiyat beramiz. Q-box originali shunaqa yozuvlarda bo'ladi. Hurmatli mijozlar, yana buni zo'r qulayligi bor. Xo'p, buni qizil knopkasini bosasiz, ochasiz. Keyin kichkina narsasi bor, buni ham ochasiz. Endi sekin buni qimillatsangiz chiqadi. Mana, sekin mana chiqdi. Keyin ruchkasini ko'tarasizlar, borgan joyingizda bolani o'tkazib, bemalol buni отдельно koляска qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana. Narxiga kelsak, atiga 1 million so'm. Hurmatli mijozlar, bular 100% original. Kimga shunaqa chimadanlar kerak bo'lsa, bemalol Chimadan Light do'konlaridan xarid qilsanglar bo'ladi.